Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün balağat dərslikimizin 18-ci dərsini oxuyumuz. Şundaqla ən axırqı dərsini oxuyumuz. Əmdi bizdən bugün oxuyduğumuz Muhassanatul Ma'naviyyanın axırqı iki temisi. Bunun birincisi qaysı degəndə Ta'kidul madh bima yushbihu zam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ta'kidul madh bima yushbihu zam degəndə məsələn biz bir adamni maqtamaqçı bolğan vaxtımızda onu xuddi sökkülü qopqandaq şəkildə maqtasaq, bunun birinin buldu məna cəhətdən güzəlləşdiriş uslubu buldu. Şuna Ta'kidul madh degan gap, yəni Ta'kidul madh bima yushbihu zam degan gap şu. Söküşkə oxşaydigan nərsələrni maqtashni ta'kidlash. Bu iki türlük buludu. Birincisi yustasna min sifatin menfiyin sifatu madhin. Bir bulusiz sökeş süptidin maqta süptini istisna qilish. Bulusiz sökeş süptidin maqta süptini istisna qilib chiqib ta'kidlaymiz. Masalan, laysa bihi aybun siwa annahu la taqul aynu ala shibhihi. Qaranglar. Laysa bihi aybun. Laysa manfi shundago ayb bir zam. Demek manfi zam degan gap bu madhamda. Bulusiz zam süpti degan gap bu bir madha. Asli zam bo'lsa, sökeş süpti olsa, manfi zam bo'lsa, bu bulusiz sökeş olsa madha bo'ldi. Uningda hech qanday bir ayb yo'q, siva. Amma desem ne deb o'yladinglar sizlar? Uning hech qanday bir ayb yo'q, amma desem endi uning bir ayb bor o'xshaydi deb hammaning kalisi keldi shunda-ku. Men bundan keyin xuddi nima qilib qopqandek, sökülib qopqandek. Amaliyat sökemdimi? Qarab baqili. La taqa'ul aynu ala shibhi. Uning o'xshiga ko'z tushmaydi. Uning go'zalligidan ko'z qana qilmaydi, tushmaydi. Demak, xuddi uni sökülib qopqandek qana qilamiz, maqtaymiz. Bu maqtashni texmo ta'kidlash bo'ldi. Laysa bihi aybun siwa annahu la taqa'ul aynu ala shibhi. Uningda hech qanday ayb yo'q, lekin uning o'xshiga ko'z tushmaydi. Bu madhi süptini la taqa'ul aynu ala shibhi degan madhi süptini laysa bihi aybu degan manfi zam süptidan qanday qilamiz? Istisna qilib chiqamiz. Bu mu ta'kidul madhi bima yushbihu zamdan bir ko'rinishi. İkincisi يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. Bir narsaga maqtash süptini isbotlash, avval bir narsaga qanaqa qilamiz ekan? Ya'ni musbat shaklda keltirdik hamda bir maqtash süptini bir musbat shaklda keltiramiz va yu'ta ba'daha va keltirildi undan keyin adatu istisna taliha sifatu madh ukhra. U yanlışıp keldi adatul istisnaqa yana bir maqtash süpti. Diqqat. İkinci türü maqtash süptiga bir narsani isbotlash va undan keyin istisna vasitəsini keltirish va o istisna vasitəsiga yana bir maqtash süpticho yanlışıp kelishi. Bunun buldu. Bu mu ta'kidul madh bima yushbihu zam buldu. Masalan, Peygamber sallallahu sözü ana afsahul arab. Men Arabning eng fasihsi. Beyda degan gap g'ayra degan gap. Lekin qarama. Arabning eng fasihsi men, lekin men Qurayshdan degan gap. Qurayshmi bir fazilat asli, bir maqtash süpti. Beydimi g'ayriga o'xshashmanda bu odatul istisna bu yerda. Men Arabning eng fasihsi, lekin men Qurayshdan. Qaranglar, xuddi sizlar Arabning eng fasihsi men, lekin desam bunun keyin bir amda sökeş süptini beni keltir deb o'ylaymiz, ammo qanday qilmaydi, yana maqtaydi. Bunun buldu ta'kidul madh bima yushbihu zam. İkisining farqi, birisi laysa bihi aybunda biz buni manfi shaklda bir nima keldik, zamni keldik. Manfi bilan birga kelgan zamni ayb shunaqo. Ammo ma'noda hech qanday manfilik zam yo'q. Hammasi musbat shundaqla ayb detqan hech qanday bir gap yo'q. Beshidilan maqtash va ana afsahul arab. Bu nima? Madh. Bu şekil buludu. Endi şunun o'xshash ta'kidul zam bima yushbihul madhada bu şunun aksi va xuddi maqtig'ili qopqanga o'xshash sökadigan. Va hunaka uslubun li ta'kidul zam bima yushbihul zam. Bu yerda madhiga o'xshab ketadigan zamni ta'kidlash va, ya'ni sökashni ta'kidlash va yuqoridagi uslubga o'xshash uning ikki xil ko'rinishi va birinchisi la jamala. Qaranglar bu manfi. Manfi
Madaha süptü var. Cemal degan madaha şundaq o asli. La cemale fil hutbeti. Hutbede çıqandaq güzellik yo'q illa lekin desek anda güzellikin bachaq va deb bunda kutsak yeni maqtamoqchi emas bu. İlla annaha tawilatun fi g'ayri foyda. Lekin u uzun foydasiz. Qarang, yeni qana qildik buni söktük. Bu maqtashga o'xshab ketadigan sökashni ta'kidlash. Ikkinchi xil ko'rinishi hamda bu manfi sifatdan istisno qilish emas, balki sökash sifatiga bir narsani isbotlash, odat istisnodan yana qanday akilish, sökash sifatini akilish. Al-qawmu shuhahun. Al-qawmu shuhahun. Xalq ochko'z. İlla lekin ular desek ochko'z olgan bilan da bir yaxshi sifatini bachaq deb qalsak, yana söküdi. İnnahum jabana. Ular qo'rqinchoq. Demak bu maqtashga o'xshab ketadigan narsa bilan sökashni ta'kidlash deymiz. Bu mu ma'ni jihatdan bir jumlani qanday qiladigan go'zallashtiradigan bir uslub. Endi bugungi darsimiz oxirgi mazmuni uslubul hakim. Uslubul hakim degan nima desanglar? Uslubul hakim deganimiz biz boshqalar bizning bir narsa so'g'a vaqtida ishlatamiz buni. Boshqalar bizning bir narsa so'sa, biz u kutgan narsani yoki so'g'an narsaga javob bermay, boshqa xil bir narsaga javob bersak, bunun bo'ldi uslubul hakim bo'ldi. Nima uchun boshqa narsaga javob beramiz? Bu ikki xil sabab bilan bo'ldi. Birinchisi, asli so'rashga tegishli savol ma'vo degan meni maqsad qilib. Ikkinchisi, asli so'g'uchining maqsadini boshqa tarafga qanday qilish, burash orqali. Qarang, anta talaqqal muxatib. Uslubul hakim deganimiz anta talaqqal muxatib bighayri ma yataraqqabuhu. Xitob qilinguchiga muxatabga u kutgan narsaning boshqasini tashlashingiz. Ya'ni muxatabga u kutgan narsaning boshqasini so'zlashingiz. Imma tarki sualihi. Yoki uning suolini tashlash bilan val ijaba an sualin lam yas'alhu va u so'rmagan savolga javob berishlar. Boshqa bizni savol so'ragan bo'lsa, biz u xitob qilinguchiga kutmagan bir javobni qilamiz. Qaysi xil yo'ldan bo'ldi? Birinchisi, so'rgan savolni tashlab, so'rmagan savolga javob beramiz. Yoki val ijaba an sualihi bighayri ma yaqsidu as-sa'il. Yoki so'rg'uchi maqsad qilgan narsaning boshqa bir savolga javob beramiz. Xuddi kannaka deysiz uning uchun kana yanbaghi an tas'al an hadha sual. Asli ma savolni so'rashingiz kerak edi deganga o'xshash. Asli savol emas, ma savol. Masalan, bu ko'p uchraydi. Masalan, bizning Uyg'ur tilimizda bu shunday uslublar bor. Siz odamni yaratmaydi ekansiz, ha desa, siz odamni yaratmaydi ekansiz deb aliqi twang turdi ekansiz demak shundaqmi? Men qopab, siz Alloh yaratdi, men yaratmayman sizni deb maqsad qilgan savoldan boshqa savolga javob berish, bu uslubul hakim bo'ladi. Masalan, Xolid ibn Validdan arab tilida ifodalanadi ma'qum, misol. Xolid ibn Validdan kam sinnoq deb so'ragan. Necha yoshga deb so'ragan vaqtida, sen degan gapninki yosh degan ma'nosi bor, tish degan ma'nosi bor. Xolid ibn Valid qopab, men 32 tishim bor deb javob bergan. Shunga o'xshagan savolning boshqasidan javob berish. Misol, qila li shaykhin harim. Qari bir shayxga deyildi. Kamsinnoq necha yoshga deb so'rabdi qopab, inni anqum bil afiya. Men Xudoning iltifoti saq salomatman. Ya'ni afiyat bilan saq salomatlik bilan ne'matlanib necha yoshga degan gap, siz necha yoshga muhim emas, saq saqamaslik muhim. Sog'lom emaslik muhim. Yashadan bor kasallik o'tgan, men qarasammi saq salomat. Deb sizning so'rashga tegishli savolingiz necha yoshga deb so'ramaysiz, asli tallari saqmi deb so'raysiz deb so'rashga tegishli savoldan qanday qilgan gap, javob bergan gap. Bu uslubul hakim bo'ladi. Masalan, sahobalar o'z vaqtida bu oy nimishqa kichiklikdi, nimishqa uyg'onaydi deb manda savol so'ragan vaqtda unga falak aloqador ilm haqida so'ragan vaqtida Alloh taolaning degan Rasulullohdan so'ragan shu haqda. So'ragan vaqtida Alloh taolo yasalunaka anil ahilla ular hilal oy to'g'risida so'raydi. Qul hiya mawaqit lin-nas wal hajj. O kishilarning vaqtni belgilaydigan bir o'rni wal hajj va kishilarning vaqt va hajj belgilash uchun qanday qilinadigan mavaqiti. Uni nima uchun padda uni astronomiyalik jihatda so'rgan, lekin javob u jihatda qanday qilmagan, tushmagan. Demak, usulul hakim degan shu, ya'ni so'rgan savolga u kutgan javobdan boshqasini berish. Ya
so'g'an savolni tashlab o'tib, so'magan savoldan javob berish, xuddi birinchi misaldagi o'xshash. Ikkinchisi, birinchi misolning ikkinchisiga tushadi. Ikkinchisi so'rashga tegishlik. So'rashga tegishlik savolga javob berish orqali. Undan bo'lsa, arkadaşlar, bizning balog'at kitobimiz mushu yerda oyoqlashdi. Inshaalloh bizning kelar-kelgusi darslarimizni ko'rishaylik. السلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت